3 ta sabab. Nima uchun T30 restyling ishimizni tezlashtiradi? Aka, men sizga bitta gap aytay. Agar ishda tezlik bu pul bo'lsa, T30 siz bu tezlikni ushlab bo'lmaydi. Ana endi 3 ta sababini ko'rib chiqamiz. Birinchi sabab yuk joyi katta. Bort uzunligi 3 metrdan oshadi. 2,5 tonnagacha yukni bemalol ko'tara oladi. Oldin 2 marta qatnagan joyingizga bu bilan 1 martaga ishingizni hal qilasiz. Ikkinchi sabab 1,5 litrli motor, lekin 115 ta o't kuchi. Yuk bilan yurib ham sekinlashmaydi. Benzin ham kamaydi. Bu degani pulni ham tejaysiz, vaqtni ham tejaysiz. Uchinchi sabab qulaylik. Charm o'rindiqlar, elektrogidrolika rul, konditsioner. Har kuni 10-12 soat yurib ham charchamaysiz. Mana shu 3 ta sabab yetarli aka. T30 bu yuk mashinasi emas, bu haqiqiy yordamchi. Shunchaki ogohlantirib qo'yay. Bitta minib haydab ko'ring, eski mashinangiz esingizdan chiqadi.